Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının bugünkü xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Hörmətli görürmənlərimiz, biz bugünkü bu xəbər proqramımızda dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergan Uyğurlarga münasibətli xəbərlərini diqqətinizə sunuşqa tirişimiz. Ondaq diqqətinizlər ekranımızda bolsun. Aprel günü Türkiye Sot Mahkemesi İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'da uzun yıllardan bu yan Xitay qaytırıp berişini talep qilayotgan Uyghur cemaat erbabı Abduqadir Yapchan üstüden yepiq sot içip Xitayning qaytırıp berish talabini rad qilgan. Sot mahkamasi Abduqadir Yapchan delosining bekor qilinganligi va uning erkinlik chiqqanligini bildirgan. Abduqadir Yapchanning advokati Mehmet Enes sotda Xitayning Abduqadir Yapchanni qaytırıp berish talabi sotchi tarafidan rad qilinganligini, shundaqla bu da'voning natijalik oxirlashganligini, ilgirki sotda Abduqadir Yapchanning chet ellarga chiqish cheklanish qarorlarining bu qatimki sotda bekor qilinganligini, bundan keyin normal hayot kechiradiganligini bildirgan. Abduqadir Yapchanning sotda qatnashgan Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi shundaqla Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidayatullo Og'uzxon bu vaqt fikr bayon qilib, 4 yil ilgari Xitoyning yolg'on dalillar bilan atalmish terrorchi deb ko'rsatish orqali Turkiyadan Abduqadir Yapchanni qaytarib berishni talab qilganligi, bu 4 yil jarayonida bir qancha qadim sud ochilganligi, bu qatimlik sudda Xitoyning Abduqadir Yapchanni qaytarib berish talabining bosh sud tarafidan rad qilinganligini, Abduqadir Yapchan ustidagi butkul cheklimlarning bekor qilinganligini, shundaqla bundan keyin uning Turkiya sirtiga berib kelishining hech qanday to'sqinlik uchirmaydiganligi, bu da'voning mushuning bilan yepilganligiga doir qaror olganligini bildirib, bu qarorning yolg'iz Abduqadir Yapchan uchun emas, balki butkul Sharq Turkiston xalqi uchun ahamiyatli bir qaror deb qaraydiganligini. Chunki Xitoy bilan Turkiya o'rtasidagi atalmish jinoyatchi almashtirish kelishimnomasi kun tartibida bo'layotgan Xitoy tashqi ministrining yaqinda Turkiyaga qilgan ziyaratining orqasida bunday bir qarorning chiqishi Turkiyaning Sharq Turkiston masalasida Sharq Turkiston xalqining qimmat qarashlari va sezgurligini diqqatga olgan holda yo'l tutib menayotganligidan derak berdiganligini, Turkiyaning Abduqadir Yapchan to'g'risidagi bu qarorining Turkiyadagi Sharq Turkiston da'vosi uchun bak muhim va cho'ng bir utuq deb qaraydiganligini ta'kidlagan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Musofirlar Mahkamasi tomonidan siyosiy panohlik berilgan va 18 yildan buyon Istanbulda yashayotgan Abduqadir Yapchan 2016-yil 1-sentabr kuni Istanbuldagi uyidan tutib ketilgan edi. Xitoy hukumati Abduqadir Yapchanni qaytarib berishni talab qilib, Turkiya hukumatiga 2016-yil va 2019-yil 5 patlik, 2020-yil iyun oyida 68 patlik aybnoma sungan. Xitoy tarafining ayblashlari Turkiya sud mahkamasi tomonidan jinoyat ortishiga dalil isbot bo'lolmaydiganligi ta'kidlanib, Xitoydan qayta dalil isbot talab qilgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy tarafi hech qanday dalil isbot keltirmagan. Shundan keyin Turkiya sud mahkamasi 8 aprel kunidagi sudda Xitoyning Abduqadir Yapchanni qaytarib berish talabini rad qilgan. Bunun bilan Abduqadir Yapchan ustidagi sud bekor qilingan va uning erkinlik chiqqanligi haqida qaror berilgan. Xalqaro Olimpik Komiteti Tokio 2021-yillik yozlik Olimpik tanarakat musobaqasi va Beijing 2022-yillik qishliq Olimpik tanarakat musobaqasida kiyilgan rasmiy formalarni tikish uchun to'xtam tuzgan. Xitoy to'qimachilik shirkatlarining Sharq Turkistonda tarmoq zavodi bor bo'lib, ularning majburiy emgak mahsuloti ekanligi aniq bekitilgan Sharq Turkiston paxtallarini ishlatishini ochiq oshkor tashviq qilgan shirkat ekanligi aniq bo'lgan. Xalqaro Olimpik Komiteti 2019-yil sentabr oyida Xitoyning Xinyanshan guruhi bilan Xalqaro Olimpik Komiteti a'zolari va xizmatchilarini marosimda ishlatilgan rasmiy forum bilan ta'minlash haqida to'xtamlashganligini e'lon qilgan. Amerikadagi Axios gazetining xabar qilishicha, mazkur shirkat guruhining Xitoy Olimpik Komiteti bilan uzun yillik munosabati bor bo'lib, u 2008-yillik Beijing Olimpik tanarakat musobaqasining qo'llovchisi bo'lgan. Xitoyning Taobao, Jingdong, Wangyi qatorliq to'r tijorat suplarida bu shirkatning Sharq Turkistondan chiqqan paxtalar bilan yasalgan mahsulotlari e'lon qilingan ekan. Shirkat to'rbetida yana ularning zavodlaridan birining Sharq Turkistonda ekanligi yozilgan. Amerikadagi emgak huquq guruhi tadqiqot markazining direktori Penelope Kritis gazeta qilgan so'zida Olimpik tanarakat musobaqasining Sharq Turkistonda ishlab chiqarish olib boradigan, hatto buning bilan maqtanadigan shirkatlar bilan munosabat bo'lmasligi kerakligini, agar bo'lsa ayblanish kerakligi, tuzitish kerakligini bildirib, dunyoning Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan dahshat siyosat qilmishlarini to'nayotgan paytda Xalqaro Olimpik Komiteti qarg'u bo'lib qolganda qiladi degan. Xalqaro Olimpik Komitetining bayonotchisi qaytargan javobida yuqorqi Xitoy guruhini Xalqaro Olimpik Komitetiga Olimpik formasi ishlab chiqarish ishlatilgan paxtaning manbasining chet eldan kirgizilganligi haqida isbot bilan ta'minladi degan. Biroq ular bu guvohnomaning kim tomonidan ta'minlanganligi haqida aniq ma'lumot bermagan, guvohnomani ko'rsatmagan. Chet eldagi nurg'un kishilik huquq organlari va kishilar Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik yurgizayotgan hokimiyatning ittifoqlik, do'stlik va birlikning simvoli bo'lgan Olimpik o'tkazishni zo'r xatolik deb qarab, ayni vaqtda natsistlar hokimiyatining Olimpik o'tkazishga ruxsat berishdek tarixiy xatolikning takrorlanishiga yo'l qo'ymasligini talab qilishmoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kongo Demokratik Jumhuriyatida 2018-yil e'lon qilgan 13 million osh qolganlar sonining bu yil 27 millionga yetganligini, har 3 odamdan birining ocharchilik kriziga duch kelayotganligini bildirdi.
Birleşken Devletler Teşkilatı'nın yeni tədqiqata qaraganda dünya bo'yicha ocharchilikning dardini eng ko'p tortayotgan davlat Kongo Demokratik Cumhuriyeti ekan. Birleşken Devletler Teşkilatı Yemek-içmek ve Yezigilik Teşkilatı bilan Dünya Yemek-içmek programmasının tahlilida ko'rsatilishicha, hozir 7 million odam ocharchilik krizisining jiddiy saviyalarda hayot qilish uchun kurash qilayotganligini, yordam kutayotganligini bildirgan. Davlatdagi ichki to'qinishlar yemek-içmek ishonchsizligining asosiy sabablaridan biri deb qaraldi ekan. Xitoy virus yuqumining ta'siri va qizil qatorliq kasalliklarning tarqalishi Kongoliklarning qiyinchiligini texmo og'irlashtirmoqda ekan. Ota-onalar bolaning sog'lom yemeklik va uzoq mezgillik badan chiniqtirish odatini yetildirishiga yordam qilib yetaklash kerak. Bolaning ilmiy yemek-içmek odatini yetildirishiga yordam berib, ota-ona va xabar oluvchilar bolalar sog'lomligidagi birinchi mas'ul kishi degan ideyani kuchaytirish kerak. Shuning bilan birga yaxshi oila kayfiyati yaratib, bolalarni sirtqa chiqib harakat qilishga va chiniqishga faoliyat yeklash, bolalarning normal badan og'irligini saqlashdagi muhim halqa hisoblandi. Ota-onalar va xabar oluvchilar badan og'irligi eshib ketish, semizlikning ziyinini to'liq tunib, qarorli holda bolalarning bo'y egizligi va badan og'irligini o'lchab, xotir qoldirishi hamda munosabatga o'lchamlarga asosan bolalar o'smirlarning o'sib yetilishiga baho berishi, zarur topilganda kasbiy organlardan maslahat so'rashi, kasbiy xodimlarning yetakchiligida tadbir qo'llanib aralashish kerak. Semizlik garchi salomatlikka ziyonli bo'lsa-mu, lekin xato holda og'irlikni tushirishning salomatlik bo'lgan ziyiniga misol qarashga bo'lmaydi. Yaqinqi yillardan buyon badan og'irligini yengiltish usullarida asosiy tomoq, to'van karbon suv birikmalik tomoqlar, keton hosil qiladigan tomoqlar va go'shtsiz tomoqlarni yemaslik umumlashdi. Bu bolalar va o'smirlarning o'rqilishiga nisbatan ilmiy emas. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, o'riqlashda aldirqisonlik qilishga bo'lmaydi ekan. Birinchidan tadrijiy ilgirlash, ikkinchidan sog'lom turmush usulini uzoqcha davomlashtirish, yeyish va harakat tamponiqini saqlash kerak. Mana bu badan og'irligi eshib ketish, semizlikni kontrol qilishning uzoq muddatli tadbiri hisoblandi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.